Bekobodlik biznesmen hamda buxgalterlar diqqatiga. Siz korxona MChJ YTTni qonuniy ravishda yopish ketma-ketligini bilasizmi? Bilmasangiz sizga to'liq ketma-ketligini aytib beraman. Birinchisi, perfekt yagona darchamizga keling hamda ixtiyoriy tugatishga ariza tashlang. Bu bosqich esingizda turib tursin, hali qaytamiz. Ikkinchisi, yakuniy balans topshiring. Buni buxgalter qilib beradi. Uchinchisi, soliq tekshiruvidan o'tib, soliq xulosasini oling. To'rtinchisi, barcha bank hisob raqamlaringizni to'liq yoping. Beshinchisi, arxivdan ma'lumotnoma oling. Oltinchisi, davlat xizmatlar markaziga borib, reyestrdan to'liq chiqarib tashlang. Muhim eslatma, boya aytgan birinchi bosqichim yagona darchadan ariza tashlash hamda 6-bosqich reyestrdan chiqarib tashlash bosqichlari o'rtasida 2 oy vaqt o'tgan bo'lishi kerak. Nima uchun 2 oy vaqt o'tgan bo'lishi kerak? Bilasizmi? Qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirdik.